Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'mi, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyyoni mahalla fuqarolar yig'iniga 10 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlariga to'xtaydigan bo'lsak, birinchi romimizning enlari 210 cm, 4 ga bo'lib bir dona ochilish qo'yib berganmiz. Enlari 210, bo'ylari 2 metr bo'lgan, o'rtada bitta ochilish, chekkada bitta fortchi qo'yib ketganmiz. Qadrli obunachilar, keyingi razmerimiz o'sha enlari 2 metr bo'lgan, 120 li eshigi bor, yonida 2 ga bo'lib bunga ochilish qo'ymaganmiz, eshigini o'zida ochilish qo'yib berganmiz. Tepa framugalarini 2 ga bo'lib 2 metrga ochiladigan qilganmiz. Qadrli obunachilar, buni ham penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Undan keyingi razmerimiz qadrli obunachilar, enlari 2,5 cm, bo'ylari 2 metr bo'lgan, bunda bitta ochilish qo'yib berganmiz. Undan keyingi razmerimiz, enlari 2,5 cm, bo'ylari 2 metr bo'lgan, bunga bitta ochilish, tepasiga bitta fortchga qo'yib berganmiz. Mana penalariga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Qadrli obunachilar, nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Xo'p, eshiklarga to'xtaydigan bo'lsak, mana o'zlaring ko'ringlar, taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Mana mustahkamligi, oddiy zamoylari nihoyatda ushlashga hamma yoqqa udobniy, nihoyatda go'zal bo'lgan. Ochilib yopilishlari, to'ralar choklari ham bir xil ochilib yopilyapti. Qadrli obunachilar, aynalariga to'xtaydigan bo'lsak, aynalari 2 qavat aynalarni qo'yib berdik. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, ichlariga alyumin butilkalarni qo'yib, dorilarni solib, germetikani qilib, nihoyatda cho'tki bo'ldi. Ichki tomondan bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, qadrli obunachilar, mana taylariga 30 li patagoniyalarni ham qo'yib berganmiz. Plus delfin ruchkalari, petlalari, fortchkasiga qachi mexanizmlarni qo'yib, rezinkalarni, yu rezinkalarini yetkizib, nihoyatda go'zal qilib berdik. Mana Patagoniyaning taylarigacha mana o'zlaring to'binglar to'ldir penalarni qo'yib berdik. Bu yoq tomoniga ham Patagoniyalar 30 li patagoniyalarni qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari nihoyatda go'zal va mehki. Chotki chiqdi, xudo xolasa egasi xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Qadrli obunachilar, xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod Soyyoni mahalla fuqarolar yig'iniga 10 metrli teraskamiz, har bir romimizda bittadan ochilish, ikkita fortchkasi, oq ayna, 2 qavat oq aynalarni olib kelib o'rnatib berishimiz. Xo'p, 14 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli ish romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon aka